Kayfiyatim ko'taraversan Abdurahmon. Shivani qayda o'rganding? Buxoroda? Yana qanaqa shivalar bilasan Buxoroni? Ha, bu yerga haylangan emas, qorin to'ydirgan ketdik. Ayni. Ha. Mana shularni sog'inganman-da. Qopi bilan ola qilavermayman masalan. Nima deydi bularda? Sho'rdanak. Bizda dona cho'rak deydi. Bizda sho'rdanak deydi. Choy adilimizda xohlagan turdagi choylarimizni ham topsa bo'ladi. Men cho'lamanga tanishda. Afg'oncha. Ha, afg'oncha. Choyi qatnimi bor ekan, mana qarang. Ovor joyiga qo'ying. Yog'i akajon. Va just просто yog'i bu nima? Mana bu ikkalasini qo'yib qo'yibman, bu nima unda? Bunisi bilmayman, arabcha tushunmayman agar. Choy lekin bu ham, ha? Ha, choy ekan bu, choy. Choy. Shunchaki choy. Do'kon talab to'g'ri qilibsiz. Bu yoqda shikolatlarimiz har qanaqa davlatlardan olib keladilar. Amerikadan, Rossiyadan olib keladilar. Madagaskar orollaridan shikolatlar bor. Bemalol topsa bo'ladi. Yo'q, вообще lekin haqiqatan asartingiz ko'p ekan. Yesa ham bo'ladi-ku. Ko'p yevermagin. Biz odamlar uchun, xalq uchun qilganmiz. Ikkinchi etada sovg'a deylarimiz, xohlagan konstavar deymizmi yoki qanaqadir uyiga kerakli bo'ladigan har bir narsamiz bor aka. Ha, demak Buxoroda shunaqa Tissimilsi degan do'kon ekanda bu. Bu umumiy tarzda juda katta ob'yomi ham, hamma mahsulot topsa bo'ladigan joy ekanda, to'g'rimi? Uy rezorga kerakli bo'ladigan ana bittavoy texnikalarni xohlagan topishimiz mumkin. Men qozondan tortib, istadigan katta pechlarimizgacha hamma narsa bor. Bu aka kerakli narsani topdilar. Sochiqcha kerakli bo'lsa. Hamma sochiqlar mana shu yerda mujassam. Har xil razmerda, har xil rangda va har xil shaklda ham bor. Sochiq shakli har xil bo'ladi, shuni unutmanglar. Abdurahmonov o'zi tushuntiryapti. Yo'q, mana bilib oldim-da, bu yerda hamma tovar bor ekan.